Assalomu alaykum, Cherry Adaymaster Buxoro obunachilari. Sizlarning ko'z o'nginglarda Tigo Sem o'zi ruscha bo'lib ketdi. Tigo 7 Life mashinamizni ko'rsatib o'taman. Mashinamiz oldi mordalari polni galaktika simon qilib ishlangan. Polni ko'rayotganingizda LED optika bo'ladi, faralari ham, jabralariga keladigan bo'lsa, o'sha restyling bu. Birinchi payizda bo'lsa ham o'sha restyling. Tan narxiga keladigan bo'lsak, 300 million so'm. Siz bemalol kelib turib 25 million foyda asosida xarid qilsangiz bo'ladi yoki rassrochka, ya'ni muddatli to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi kelib turib. Mashinamiz oldi qismini ko'rayotganingiz juda chiroyli ishlangan. Tagidagi qoshchalargacha yonadi mashinamiz. Polностью rangchalari ham jemchuk bo'ladi. Bizda oddiy kraska, oddiy oq yoki молочный ranglar yo'q, hammasi jemchuk bo'ladi. Qorasi ham, oqi ham. Bahaybatligi ham juda chiroyli, crossover o'sha shahar ichida bir yagona bo'lib yurasiz-da, yurgan paytingiz. Polni ichlari koja qilingan mashinamizni, kojali salon bo'ladi, multimedia rul bo'ladi, elektropaket sideniya bo'ladi, ko'rayotganingizda. И plus sizlar uchun bonusiga panorama lyuklargacha bor. Ularni ham hozir ko'rsatamiz. Beskluchovoy dostupi o'zini kalit yoningizda bo'lgan payt ko'rsatsangiz bo'ladi. Bemalol ishlarini ham bir olib ko'rsating. Kojali salon, panorama lyuk. O'sha crossoverga bu narxi juda zo'r. Motorlariga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor bilan jihozlangan mashinamiz. Multimedia rullari hamma yog'i juda chiroyli ishlangan. Endi rullariga keladigan bo'lsak, sizlarga funksiyalarini bitta-bitta tushuntirib boraman. Mashinamiz rullari juda qulay, tepa past bo'ladi bemalol. Torpeda ustlari ham koja, yumshoq, unaqa o'sha plasmas, unaqa alyuminiy shunaqa narsa emas. Razdelning monitor qilingan, farqi 2025 dan o'sha speedometr alohida, monitor, multimedia alohida bo'lgan. Rullari ham juda zo'r ishlangan, o'ziga yengilgina elektronli rul bo'ladi. Bu yoqda kurs kontrollari o'zini, polностью kurs kontrolni boshqarib ketsangiz bo'ladi. Bu tarafda multimedia. Multimedia deganda, ya'ni monitorni boshqarsangiz bo'ladi. Plus rul abagrafi, ikkita oldi sideniya abagraflargacha bor. Eng qulay tarafdan bitta o'sha richak emas, joystik qilingan. Bemalol, ya'ni skoroskga urayotgan paytingizda ham D ga, R ga urish juda oson. Chunki bitta qilishingiz bilan o'sha sirasi skoroskga uriladi. Sizlarga eng qulay tarafi oilamizga, ya'ni yoshlarga ko'proq yoqadigan tarafi panorama lyuk qo'shilgan. O'sha birinchi payizda, live payizda avval panorama lyuk yo'q edi 2025 da. Bunda o'sha 26 oldi mordasi ham restyling bo'lyapti. Plus panorama lyuk ham qo'shilyapti. Rullari sizlarga elektronli deb aytdim. Shashkavat qilishinglarga yo'lda ham masalan tez danliga tez haydayotgan paytingizda rul sizlarga moslashib boradi. Ya'ni boshqarishlar juda yengil bo'ladi. Bundan tashqari men hozir hamma yo'g'ini ochib qo'yaman. Bu yoqda o'sha polni bagaj ochib yopadigan joylari bor. Bosib tursangiz bagaj ochib yopadi. Plus pastdan motor ochadigan joyi. Endi orqa tarafini bir ko'rsatadigan bo'lsak, eshiklari polностью, bu yoqlari ham koja, bu yoqlari ham koja qilingan. Akustikasi Cherry zavodning o'ziniki mashinamizni. Polni boshqarsangiz bo'ladi. Ikkinchi qatoriga keladigan bo'lsak, bemalol 4 kishi sig'ib, bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Kojali salon, pastakandagi joylari orqa tarafda, chixol, hech nima shart emas. Nakidga ham qilib o'tirmaysiz, sideniyalarga tayyorgina qilib qo'yilgan zavod o'zidan. Endi sakadiskaga keladigan bo'lsak, 18 razmerda xromium sakadiska bo'ladi. Juda qattiq material sifatida, ranchasi ham o'ziga mos qilingan, balonlari mягкий bo'ladi, zavod o'ziniki ham. O'sha ходовойga keladigan bo'lsak, независимый ходовой bo'ladi. Ya'ni bir taraf tushgan payt yamaga ikkinchi taraf tushmaydi. Orqa tarafida hozircha o'zgarishlar unchalik sezilmaydi. Bari bilibsizlar o'zingizlar ham. Zadniy spoilerlari polni tormozlargacha yonadi. Stoplari esa mana shu yergacha yonadi bemalol. Polni LED qilingan. Plus ochmoqchi bo'lsangiz, orqadan kelgan payt agar kalit qo'lingizda yuk bo'lsa, kalitsiz bo'lsa, shundan kelib tursangiz, bagaj u sразу ochaveradi. Ya'ni kalitsiz, ya'ni bosmasdan ochsangiz ham bo'ladi. Knopka bilan ochasiz mashinamizni. Mashinamizda zadniy kamera, orqa partroniklari bor, bagaji ham anchagina katta. Bemalol bitta ro'zg'oringlarni bemalol sig'dirib ketsanglar bo'ladi. Yoki-da propan qo'yaman desanglar ham joylari bor, hech qayerga hech kimga ko'rinmaydi. Shuni olasizlar, yopib qo'yasizlar akajonlarim. Mashinamizning yana bitta zo'r funksiyalaridan bittasi detskiy rejimlari mashinamizda. Bolalaringiz bo'lsa, 4 ta oynasi yoki panoramasi yoki orqa bagajlardan o'ynab o'tirgan bo'lsalar, detskiy rejimlari polni qaytaradi. Ozgina ham shunday tegib qo'ysangiz, sразу qaytadi mashinamizda. O'sha Cherry shu narsalarni ham o'zi hamma mashinasiga chiqarishni boshladi, mahalliy mashinalarga qaragandan ko'ra. Orqa mordasi ham juda chiroyli ishlangan. Qaraysiz, ajralib turasiz akajonim shahar ichida yurgan paytingiz. Endi
yon taraflaringni hamma o'zi bilsa kerak. Ranchasi ham shu yerdan bilinib turibdi, yaltirashlarini, ya'ni zarchalik o'sha. Mashinamizni tan narxi bo'yi aytib o'tganimdek 300 million so'm. Bu mashinamizni ham xohlang 25 million foyda asosida 275 millionga xarid qiling yokida 5 yilgacha o'zini pulini bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Bu mashinamizga ham ochilgan. Plus bu mashinamizni yana bir dona qolgan, u mashinamizga ham propan bonusiga o'rnatib bera olamiz. Bugun o'zida aloqaga chiqsaylik, xudo xolasa. Oldi mordasini yana bir marta ko'rsatamiz. Oldi mordasi ham juda chiroyli. Plus polni gidravlika o'zi ko'taradi bu yoqqa, shart emas buni olib turib, ruschalarini qo'yishga. Motorlari 1.5 turbina motor, Avstriya motor bo'ladi, akalar. Yana aytib o'taman. Plus maynasi Bosch, Germaniya maynasi bo'ladi, bu tarafda joylashgan. Boschniki. Plus kuzov polni nemeskiy kuzov bo'ladi, maynasi bilan birga. O'sha ko'pchilik aytadi, Chery bu Xitoy deydi. Yo'q, Xitoy emas. Bitta kompaniya Xitoy, lekin lokalizatsiya bo'lgan. O'sha O'zbekiston o'zi motorlarni qo'yib chiqaryapti. Akajonlarim, manzilimiz tushuntiradigan bo'lsam, keladigan bo'lsanglar, xudo xolasa, manzilimiz Sitora Moshin bozor, Buxoro shahar, Sitora Moshin bozor to'g'risida bo'ladi. Kelaverasiz Chery Adamaster Buxoroga sizlarga xudo xolasa chiroyli qilib, cho'tka qilib, narxlarni kelishilgan holda chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bemalol telefon qilib yoki nomerlarni yozib qo'ysanglar, o'zimizning operatorlarimiz sizlarga bog'lanishadi. Nima savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar, hamma savolinglarga javob beramiz. Sog' bo'lasizlar, keyingi safar ko'rishguncha.